Ipoteka kreditlariga subsidiya olish uchun arizalar qabuli boshlandi. Arizalarni Davlat xizmatlari markazlari yoki yagona portal orqali jo'natish mumkin. Arizalarni 16-mart kuni soat 14:00 dan boshlab Davlat xizmatlari markazlari yoki MyGov mobil ilovasi hamda my.gov.uz portali orqali topshirish mumkin. Talabgorlar ijtimoiy mezonlar asosidagi baholashda 30 va undan yuqori ball to'plashi hamda kredit tarixi dasturida ishtirok etuvchi kamida bitta bankning ichki talablariga mos bo'lishi kerak. Bunda harbiy xodimlar bevosita davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilish orqali ariza topshirishlari mumkin. Shuningdek, ariza beruvchi o'z xohishi bilan daromadlari hisob-kitobiga yaqin qarindoshlarining ham daromadlarini kiritishi mumkin. Talabgor va uning yaqin qarindoshlarining o'rtacha daromadi quyidagicha bo'lishi kerak. Qoraqalpog'iston va viloyatlarda 3.431.000 so'mdan 10.168.000 so'mgacha, Toshkent shahrida 3.431.000 so'mdan 11.693.000 so'mgacha. Subsidiyalar birlamchi bozordan uy-joy sotib olish uchun amal qiladi. Ipoteka kreditlari bo'yicha boshlang'ich to'lovni qoplashga 30 million so'm ajratiladi. Joriy yilgi davlat dasturi bilan 2026-yilda 30 ming nafar talabgorga subsidiya ajratish belgilangan.